هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Mana bu Resulullah programımızın 21. saniyini görüşünlerine kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirlik görülmelerimiz hem Allah'a malum boğandak programımız her günü şu saatlerde ekranlarda buluyordu. Bu mübarek ayda Resulümüz, Süymlük Peygamberimizin ki ana şu güzel ahlakları bilen özümüzni tehimmek güzelleştiriş, zinnetleştiriş için hayatımızga tehimmek, ma'ni qo'shish uchun başlagan programımız şu tariqada devam qılıyotudu. Rabbim inşallah bu programda so'zlangan mazmunlar, so'zlangan ana şu güzel nasihatlarni hayatımızda özleştirip mengashga muyassar qilishini to'g'richilik bilan so'raymiz. Programımızda doimlik mehmoni hammalar tanishib bo'lgan da'vatchi Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi Habibullah Kösani'nin teklif kıldığı kıymetli vaktini çıkarıp kadem taşını kılgalı için aldığından köptün köp rahmet ediniz. Sizlerge muş fırsatını yaratып bağınlar için rahmet. Allah razı olsun. Amma ma'lum bo'lgandek programımızı naqmaydan taqdim etimiz ekran oldiga chiqib turayotgan numar orqali bizga programga aloqador har qanday savol yoki nim bo'lsa yo'llasanglar bo'ldi. İnşallah oldimizdagi programmalarda javob berishga tirishamiz. Bugungi programımızdaki baş teması Resulullah ve ayollar deb koyduk. İnşallah bu daire içinde paranlaşımız. Ustadımda bir vasıta temimize kirsak, elbette ayollar bir cemiyetinki yerimi, cemiyetinki bir ümmetninki, bir cemiyetinki yükselişi üçün ayollarınki ornu intayın muhim. Çünkü bizler hem nurgun bütün dahilanın hemmisi şu ayolların kulda. Şularning terbiyesi aslında şular to'qib cho'ng qildimdi. Albatta nurg'unlagan xato tushunchalarni ayollarga qilinayotgan zulm ishlarni albatta jamiyat har qanday jamiyatda yo'q deyamaymiz albatta bor. Biz shu doirada bir paranlashsak oldi bilan biz islomdagi bugun dunyoda xuddi islom degan vaqtimizda ayollar xuddi islomda yaklandigandek chetga qiqildigandek ularning huquqi bir xil berilmayotgandek. Çünkü G'arbning tashviqotning bo'lgan mediada ashundoq ko'rsatib islomni sat ko'rsatish uchun elib berilgan tashviqotlar g'oyat zo'r tashviqot bo'ldi. Biz islomdagi ayollarning o'rni nima deb bundan boshlab ekan Rasulumizning qanday muomala qilganligiga kirsak. Bismillahirrahmanirrahim. Allohga hamd sana bo'lsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam durud va salomlar bo'lsin. Hamda bu ayollarning islomdagi o'rnidagi masalaga kelsak, haqiqatan islomning 1400 yıl burunqi ayollarga bergan o'rni haqiqatan bek cho'ng, bek büyük hamda. Ama biz Uyg'urlarning hozirgi ahvoliga kelsak, azroq masala bor hamda. Biz bo'libmi sharq tava Uyg'urlarda mundaq bir ayollarni sal tuvan ko'rish odatlarimiz bor hamda. Bu taz yaxshi emas. Chunki ayollarni o'zini ashtaq his qildigan ahvol bor. Ayol degan başlaq töven turdu degan şundaq. Endi bulubmu şu o'qimagan savatsiz ayollarda bu bak yuqori raqamda. Chunki ayollar davomli bu ayollar töven ko'rilgandan keyin ayollar tafakkur qilmaydigan, o'ylamaydigan, hammani erlarga tayindigan mandaq bir kayfiyat shaklini qilganlik. Hatto aqlnimi eri o'ylab birib manda bir ahvol sal ig'ir bu to'g'ri emas hamda. To'g'ri, islom dinida erninki hurmatlandi, bu to'g'ri. Lekin ayollarmi chuqum asli umumiy dinimizda valaqad karramna bani adam. Biz insonni ulug' yaratdik dedi. Farishtalarni insonga sajda qildik dedi. Buning o'zi bizning dinimizda aniq. Shuning uchun shu onalarninki hurmatlanmasligi, onalarninki oilada past ko'rilishi balalarning terbiyesiga acayip zo'r ta'sir ko'rsatdi. Bu bir. İkincisi, ona hürmetlenmegen uydagi balalarmi kincha o'zining onasini hurmatlamaydi.
Özünün ayağını əmir. Özünün ayağını hörmətləməydi. Özünün ağaç sınırını hörmətləməydi. Yəni ayollar yox. Alıqı hamda rasbağı oyda oturublam. Qız algan cimol turaya deblam akıllar inillər deydi. Mənə qız algan çıxarlaşmay deb. Əməliyyatda dinimiz onun əksiçə inşallah kinki şu davam edib çıxıdı. Mən umumcəhətdə şu toğra emas qarindaşlarımız. Ayollarni hörmətləgənlik avlatlarımızın yaxşı tərbiyələnişi. Həm bu ayollarni yəni bir insan başqışını qoyaydı, insan şəkildə bir hörmətləş bu bək mühim. Məsələn, Allah subhanahu wa taala ayolni, məsələn, ayol degan kim o? Ya anımız oldu şunama, yoki ayolimiz oldu. Yoki ağaçsınımız oldu, yoki dindiki qarindishimiz oldu ayollar. Onun sırtida bir narsa yo'q. Məsələn, ayolni onu sübut bilan qanday hurmatlashga burde desak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan qashag'i kelib, ya Rasululloh, man ahaqqun nasi bi husni sahabati dedi shunami. Mening eng yaxshi o'tadigan, eng yaxshi hurmatlashga arziydigan kishi kim debdi? Anang deb 3 qatim dedi. Bir odam kelib, ya Rasululloh, jihad qilaman debdi, anang bormi debdi? Bor debdi. Anangning xizmatini qil, fasammal jannat dedi. İlzim riclaha dedi. Anan hayat mı o da hayat yaptı. İlzim riclaha. Ananın paçı kısıl dedi. Yani ilzim riclaha. Ananın ki putuğu pasık. Şu yerden ketmeye yani. Fesemmel cennet. Cennet aşağıda dedi. El cennetu tahta aqdamil ummahat. Demek bu yetip başladı bir Müslüman nispeten. Hem de eğer o ayal bizden ayalımız olup kalsı şu. Ayalımız olup kalsa mesela anımız bundadır. Eğer şu ayal bizninki şu ayal kişi bizninki ayalımız olsun dinimde dese fettakullaha fin nisa fe innekum akhaztumuhunne bi emanetillah vestahlaltum furucahunne bi kelimetillah. Sıla yani Peygamber Aleyhisselam haccetle vidada Peygamber Aleyhisselam kanı ahirki hoşiş hacıda İstavsav bin nisa'i hayran. Ayollarni yaxshi chiroyliqcha nasihat qilib, chiroyliqcha uy tutinglar. Yani istavsav bin nisa'i hayran ayollarga yaxshilik qilishni buyurdi payg'ambar alayhisalom. Yaxshi bo'lish. Nim dedi? Yaxshi nasihat qilinglar. Yaxshi nasihat qilinglar va güzellik bilan yaxshi qilinglar. Va ayollar haqida Allohdan qo'rqinglar dedi. Shuning uchun Talaq surasi 12 oyat 4 ayette Allah'dan korkunlar, Allah'dan korkunlar, Allah'dan korkunlar. Allah'ın, şunu ben burundu deme, en takva adam ailede bölündü ço. Biz takva dese, o mescidi yığılap gidişini, Kur'an'ı okusu yığılap gidişini, onu da öylemeyiz. Ailedeki yaxşı dada, yaxşı ayal, la man hakiki takva kişiler. Şuna Resulullah hayrukum li ahlihi. Ailesi gelişi. Ayallah hakkında sıl Allah'dan korkunlar. Sıla ulanı Allah'ın amaneti bilen aldığınlar deydi. Yani men ahınım nikah koncaqda Allah'ın fermanı, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti, Müslümanın guvalığı bilen öz emrini aldın mı diyen gap, yani Allah'ın şapi keltirip aldın sen onu. Allah'ın amaneti deydi. Ve Allah'ın sözü bilen o ayallarını sıla halal xotan kıldınlar deydi. Asıl ayal haram biz için. Şunda ama Allah'ın sözünü okup aldım, ayet okup, hadis okup, anı sıla Allah'ın sözünden halal kıldınlar. Onda boğandan keyin sizlar bularni yaxshi nim qilinglar. Agar masalan ya bizninki o ayol masalan ana o'smishda bo'ldi, ayol o'smishda bo'ldi, yoki qizimiz bo'ldi. Shundami? Qizimiz bo'lsin deydi Payg'ambar alayhisalom. Oysha onamiz deydi, "Dakhalat imratu ma'aha ibnatan" deydi. Bir ayol ikki qizni agashtirib uyga kirdi deydi. Shundan yani bir narsa tilab kiribdi-da, hech narsa topolmay bir tal xo'ma topoldim deydi. Bir tal xomini bəsəm, bu ayal xomini ikkiga bölüb, ikki qizıq bədi özü yemidi. Şunu yemey şundan çıkıp qaldı. Şundan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kirgəndə ikən Ayşə anamız təsir qıptı da, amma anınınki mehribanlığı. Şundan Peygamber aleyhisselam kirdi dəb bəsəm, Peygamber aleyhisselam "Menubtiliya min hazihil banati bi şey'in kunna lahu sitran minan nar." Kimki muş qızlar bilan imtihan qilinib qalsa, qiyomat kunsi muş qizning o'zi ularga dozaqdan parda olib turdi dedi. Yani bizni dozaqdan qutqizdigini yenil ayol. Ayoling bo'lsa bunda bo'ladi, onang bo'lsa bunda bo'ladi, nimang bo'lsa, singling bo'lsa, achang bo'lsa, qizing bo'lsa bunda bo'ladi. Ana umumiy ayollarga nisbatan Payg'ambar alayhisalom nima dedi? Innamal nisa'u shaqa'iqur rijal dedi.
ayollar erlerning parçası dedi. Yani üzerinin bir parçası dedi. Üzenge bunda degene sen üzenge kanda muamele kılsan ayollar şunda muamele kılsa çünkü o senin parçandaydı. Hoş. Şunun Kur'an-ı Kerim'de ve min ayatihi en halaka min enfusikum azwaja liteskunu. Yani senin üzerinde yani ayollarını yarattı dedi. Demek ayollar senin ayollar bir parçanla. Dep şunun için bunun yani gepni kısak şu. Din muşunda deydi o. Mesela takibi 150 yıl burun Angliyada jigneçip ayollar insan kiremde o şeytan kiremde o dep jignaşkan. Dinimiz 1900 yıl burun bunda degen. Yani ma günün kilip hem de biz Müslümanlarınki ayolları horlans bulmaydı. Hatta biz ayollarını horluktan kutkuzuşku buyurulan biz. Men kutile dune ardihi fehuve şehit deydi. Üzünün şan şerefini qoğdap ölgen kişi şehit deydi. Ayollar bizden şan şerefimiz. Şunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer oylap baksa ayollar eğer tulğutun bulap kalsa er öylep gitipti, ajrışıp gitipti bunda olsam kanda hürmetlendi. Nima deydi biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem es-sa'i alel ermela vel miskin kel mujahidi fi sabilillah. Tulğutullah'ın hizmetini kılış için Tulğutullah'ın ki ihtiyacından çıkış için mangan, sevküş qalla Allah yolunda cihat qamdan oxşaş deydi. Endi nimasi ayollarni aş tulğutun beçarlı xorni qamıson deb şunun hizmetini qan, şu Tulğutullah üçün maddi ve manevi cihatın yardım beriş için küç çıqanlar ayollar yolunda cihat qılatqandan oxşaş deydi Peygamber. Hem bu ayollarning hürmeti bu. Şunun için bu vaqt sözsek ayet hadisler bakacak. Mençe her bir mümin Müslümanga bu yeterli kemde. Çünkü hürmet qildiğin adam ya anan, ya ayalın, ya açısının, ya ki üzerinin bir parçası. Başka da emas ayol. Hoş, endi Sünnük Peygamberimiz, Resulümüz ayollara qandaq muamele qiladi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü hemimiz bilmez ahlaki Kur'an. Hemu naiti raufur rahim deb sifatlangan, naiti kuyumchan, mehriban deb sifatlangan Peygamber sallallahu Kur'an-ı Kerim'de. Şon Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayollarga muamele qilganchaqda bek muloyimlik bilan, naiti yumshoq qo'llik bilan muamele qiladi. Bununki bir misali var mesela. Hatta Peygamber aleyhisselam ayollarni eynek deb ataydi. Öyle baksa gapning o'zidan gapning o'zida ne kadar Peygamber aleyhisselamning nazuk, ne kadar mulayim, ne kadar bir kuyumchaligini bildirdi. Çünkü ayollarni eynek deyişi şu eynek sunib ketmasin demekçi-da bu yerda. Şuna mesela bir qatimliq safarda bir balibati, xizmatkor bati ismi Anjasha. Bu balalık padını haydap git bağanda biz Haman toğlaganda okuyduğum bir nakşımız var ya. Haman haydap ötüp şundaq tögün aydıqanca etdiğin bir nakşı var ekan da. Bu nada avaz çıraylı ekan. Şona taz nakşı etqanda ekan. A tögümü turanmay mümkün ekan da tögüm tiz mümkün ekan nakşıqdan keç qilib. Şon Peygamber aleyhisselam ya Anjasha ruwaydaka suqan bil qawarir. Oy Anjasha ma eyneklergi dikkat qil. Meşada ayollarni eynek dedi Peygamber aleyhisselam. Bunundan yani eynek o'qishtishi biz voy eynek chiqilib ketmasin, voy ehtiyot qilinglar, voy eynek dez ketmasin deb eynek qachilarni qanchalik asraymiz, Rasululloh ayollarni eynekning o'rnida ko'radi. Demak hamda ayollarni meşada Peygamber sallallohu alayhi vasallam Anjasha Xo'sh. Nima? Qavarir. Yani eynek quta deb atishi jih ma'nini bildirdi bizga. Xo'sh. Endi Peygamber aleyhisselamning yana bir şu ayollarga qildigan muomalasida şu ayollarning ta'lim tarbiyasiga yana alohida ko'ngil beradi. Masalan, Peygamber sallallohu alayhi vasallamning zamonida ayollar masjid namoz o'qitdi. Hammamiz bilamiz. Peygamber aleyhisselam so'zlagan darslarni ayollar tang anglaydi. Lekin mush ayollar uningga muqanmay Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ayollarga maxsus bir kun ajratib ta'lim tarbiya berishni talab qilganchada Peygamber aleyhisselam buni qabul qilgan.
Ya Resulullah zahabar ricalu bi hadisik. Ya Allah'ın peygamber bu erlersinin gipini bek anam gitip bardı. Bizge maxsus bir gün qilib bersan ekan, ondas palani kuni palaniyada palaniya kelinglar deb Peygamber Aleyhisselam o'shanda ayollarga maxsus ta'lim tarbiya ishlarini qilib bergan. Endi Peygamber Aleyhisselam er kishi davomli erlar yashaydi. Lekin odamni hayron qoldirdi g'ayri, mush ayollarni bunda bir yo'qolib ketganini, bir ish bo'lganini Peygamber Aleyhisselam his qildi. Mesela Peygamber Aleyhisselam hacdan qaytib kelib Ummu Sanan Ansari radıyallahu anhuga "Bijil siz bu nimda bizlar hac qilmadingiz? Oy palana xon desimi gap ayollarmi? Biz hac qildik, nimda bizlar hajga bormadingiz?" deb Peygamber Aleyhisselam shunday so'rgan. So'rgankin, "Ya Rasululloh, bizning orada ikki to'gimiz bor-ku. Birini o'g'lim menib, birini erim menib shu ikkisi haj qildi, shundan men boramay qoldim" deb. Bundan nima tushunimiz desa Peygamber Aleyhisselam biz ayollar bilan hozir siz bizim o'xshash hech qanday bir aloqa qilmaymiz hamda. Ya'ni og'inimiz bo'lsa nagvadiyon yo'qolib ketdi deb ayol. Peygamber Aleyhisselam erlar emas, ayollarningmi? Nima ish qilayotganini, bormi, yo'qmi, kasalmi, sog'mi? Muşnağım alayida ko'ngli biladi. Buningdanmi Rasulullohning ayollarga alayida ko'ngil bildiganligi chiqib turdi endi. Shundaqla Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayollarni hurmatlashi, ayollarning qadr-qimmatini qandoq qilganligini ko'rsatgan yana bir ajoyib ta'sirli bir ish bor. Rasulullohning davrida masjid supraydigan, endi masjidni tozalaydigan hech kim bunday qilgan joylarda kambag'al, o'zi qar ayoldi. Qartillik ayoldi. Masjid tozalaydigan bir ayol var endi. Ma'lum bir kechasi bu ayol o'lib qoldi. Sahabeler shunda katta kishilar bilamiz-ku. Shu sahabelar endi bu ayolga bir Rasulullohni o'qitib yurmaydi. Bizni bir taraf qilib o'tadilar. Shu kechisilam jupta ratlam namozini tushirib atdimdi. O sahabelar bilsan issiq, vaqtida dabni qilmas bo'lmaydi siz bildim. Rasululloh qarab qolsa bu ayol yo'qolib ketadi. Voy bu masjid tozaga ayol yo'qolib ketdi degan ekan. Ya Rasululloh bu ayol bu o'lib qoldi 3 kun burun. Seni avarqmay ko'mib qo'ydik. Rasululloh ne ko'mdi? Qani bu ayol qabrisiga opirib, ayolning qabrisiga berib, shu ayol haqida nurg'un duolarni qilib mushtaq qilgan. Ya'ni o'ylab baqsa bu ayol shu jamiyatga bir e'tiborli bir boyning yoki bir danliq sahobining ayoli emas. Çünkü sahabeler daxli kunbatgini qaraganda shunchalik ayol endi o. Lekin Rasululloh berib shu ayolning qabrisini ko'rsatdi deb, nima uchun men namoz o'qitmadinglar deb qilib ketishi Rasululloh, ya'ni ayollarningki, mush ayolningki ne kadar Rasulullohning ayollariga bo'lgan hurmatini bildirdi. Demak, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu masalan bir ayol kelib Rasulullohning qashiga kelib, "Ya Rasululloh, mening sana bir hojatim bor" desa, Rasulullohning bergan javobi qaraslar. Vay palani sizning hojingiz. Meni xohlagan yerga olib xohlagan ko'chaga boshlang, sizning hojitingizni tugatmay turib men hargiz boshqa ketmayman deydi Payg'ambar. Mana bu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, ya'ni hatto ba'zi bunday yeshchan ayollarga Payg'ambar chaqchaqmoq qilib qo'ydi. Bir ayol kelib, "Ya Rasululloh", qayrgan bir ayol kelib, "Ya Rasululloh, bir duo qilsam men biz jannat kiray" debdi. Qayr xotin jannat kirmaydi degan bu ayol yig'lab ketib qoldi. Oplu men cennet kiremedi degan Peygamber sallam chaqchaq qilib, siz Alloh subhanahu taolaning "Inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara" degan oyatni o'qimdingizmi? Ya'ni jannat kirgan vaqtda qayeri holat kirmaysizlar, yosh, qiron, to'lgan vaqtinglar aslanlar kelib, undan keyin kirsizlar degan bo'ldi deb, ash ayolga buni chaqchaqlik voqealarni mutlaqalandi. Demak, Rasululloh ayollar bilan buni shundoq nayt ali janob isil sifat shunday yashaydi. Xo'sh, endi İslamdaki elbette ayollarninki bu Resulullah'ninki ailesi bilan bo'lgan, ayollar bilan bo'lgan narsani biz so'zlab bo'ldik dersimizda. Endi elbette ayol kishininki farzandlari yo'ldoshiga bo'lgan nurg'un haqlari bo'lgandek, uningmi oladigan haqlari İslamdagi haq huquqi nima? Xo'sh, endi buni kirishdan burun shu biz Ramazonda yashayapmiz. Mush Payg'ambar alayhisolamning ayollarga ajoyib ko'p tavsiya qilgan bir ish va uni davitib mas'uliga javob beray. Payg'ambar alayhisolam sadaqatni sadaqatga bak buyurgan. Ko'p sadaqat qilishga buyurgan. Shu Ramazon shu ayollarimizga men Rasulullohning bu vasiyatini yetkazman. Tasaddaqna debchu, siz sadaqat qilinglar. Men ayollarning ko'pingisini do'zaxda ko'rib qoldim deb.
Demek sadakat ayollarning dozaqdan qutulishdagi eng cho'ng yo'llardan bir yo'l. Shuning uchun Ramazonda ayollar qo'ldan kelishcha 5 TL, 5 dollar, 10 dollar aciz yetim misrlarga, mushu maktablarga vatan davası uchun mushu Ramazonda alohida bir sadaqat berishni tavsiya qilib, savollarga javob bersam, ayollarning haqqi huquqlaridan mesela mushu ayollarningki mal mulk haqqi bor. Yani öz aldığa mal mülk haqqı var. Mesela dadısından miras qalğan mal olqasa, özü xalığanca ərinin arılış haqqı yox. Eğer maaş aldığan ayollar olqasa, ərninki o maaşıga arılış haqqı yox. Yani özünün xususi pul olub qalsa, mesela muşun davatı muş gap qaçan İslam huquqini qaçan bergandingizlar? 1400 yıl burun bergan. Amerika ayollarning iqtisodiy haqqi huquqini 1920 yil e'tirof qilgan. Onun aldıda ayollarning ep setish haqqı yo'qdi. Mesela da uy elib o'zining ismi uy aldığa haqqı yo'qdi. Mashina elib o'zining ismi aldıgan haqqı yo'qdi Amerikada. 1920 yil bergan. İslam dinida 1400 yil burun Allah ayollarning mal mulk to'liq huquq borligini e'tirof qilgan. Shu qatordan andikin o malni o'zi xohlagancha tasarruf qilish haqqi bor. Sadaqat beramdi, bekimga berib etamdi, yaxshi yo'l ishiltamdi, ish qilib haqqi bor. Shu ayollarning haqlaridan erlerini tanlash haqqi bor. Erlerini xohlagancha tanlab tegisi bo'ldi. Mecbur ya dadının yoki hech bir shaxsning bir qizni ma'lum shaklda evlendirish, to'yni qilish haqqi yo'q. O'zi tanlash haqqi bor. Hamda yana bir ta'kidlab qo'yilgan narsalarning birisi o'sha ayollarning eridan ajrashish haqqi bor. Aslamadan qo'ypamiz ajralmaydi degan gap bor. Agar ayol erini haqiqatan yaxshi ko'rmabdi. Yani bu evlen bir öyde yaşasa, üzünün ayollik hakkını ada kılamaydıgan, ya ki bu erilen yaşaş bu ayolga kısmeten bir azapken. Şuna olsa bu ayol men acırışıma edip toyluğunu kayıt öpürüp acırası buldu. Acırış hakkı var. O da erlerinin acırış hakkı olgandak. Şu Peygamber Aleyhisselam'ın devrede bağı bir ayol kelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e İbn Abbas radıyallahu anh şundaq deydi. Sabit ibn Qays'ning ayoli Rasulullah'ni qarshi qilib, "Ey Rasulullah, men Sabitni bir narsa deb ayiblamayman. Uning axloqim yaxshi. Ish qilib men uni bilan uy tutamayman." Lekin Peygamber Aleyhisselam bunda olsa to'yliq olgan bog'chini qaytarib beramiz degan, qaytarib beradi degan bo'lganda olsa, ishkan nikoh tugdi. Tamam. Shundaqla ayolning huquqlaridan erlar, agar u ayol erkekken ayol olib qolsa, eri u ayolga uy, yemek içmek, kiyim kechak, davolanish. Bu bunu qilish kerak. Hatta şu ayol bay ayol olsun. Endi ayol o'zi xohlagan agar masalan maoshli ayolkan, uyga shuni bir ishlatsa, o ayolninki qilgan yaxshilik bo'ldi. To'g'ri. Lekin majburiyat emas. Majburiyat emas. Erning chunki ayol Qur'oni Karimda "Er-rijalu qawwamuna 'alan-nisa'i bima faddallahu ala ba'd bima anfaqu" degan oyat var. Erler ayollardan uyda bir daraja yuqori turib, nima uchun desa, erlarning butun chiqimni qilganlik uchun deydi. Erning mas'uliyati yuksak bir adam. Yuksak. Ayollarning iqtisodini, uy, yemek içmek, kiyim kechak, davolanishni er ustiga olish kerak. Hatta ayoli boy bo'lib qolsin. Huquqlardan şu anda. Shuning uchun bu asos jihatdan ayollarningki islomdagi haqlari mushu. Müşahede buna artık kallam şu nas kaldı ki hazır şu bazı bulup şu hizmet işleyatkan ayollar bu eminette İslam belgen bir hukuk var mıydı? Sen İran'ınki normalde usunu bekiş gerek hem de. Nurgum bugünkü ma cemiyetin tesirinde erinin kulu qarab qasanmaydı o. Dep mesela kızlarını şuna terbiyeleydi kan. Çıkım sen hizmet iyi usul için gerek. Onun kulu qarab qasanmaydı sen öydümende bulsa ulusu dep. Aşında bir fikir hemdi. Aslında manda bu yerda vazife meselesi var. Ayollar pul tapaman desa, o'zi qildigan vazifani qilmay boshqa ishga ketib qolgan bo'ldi. Bu islom dini deydi o. Pulni er topsin. Sen shu pul topilgan erning xizmatini yaxshi qil. Ondan keyin millat dedim-ku, farzand degan farzand tarbiyal degan gap, sen bir yaxshi dadini, yaxshi bir qo'mondonni, yaxshi bir jangchini, yaxshi bir ishchini, yaxshi bir injenerni, sen degan bir inson tarbiyalash degan bir zavodsan.
İnsan terbiyelaydigan dünyadaki en ulug' ali önürsen ana. Evet. Senin vazifen bu. Sen vazife kılmaz, uyaga çıkıp kaltıştan satma, böyle çıkıp paypak satmaysan bo'lmaydi o demekçi. Lekin bu durus. Eğer ayollar ticaret kılsa, ticaret kılış hakkı var. Mesela Hadice anamızdan ticaretçiligini bilamiz. Lekin ma insanlar bir narsani tushunish kerak şu. Ma do'ppin Allah bosh kaygil yaratdi, put kaygil yaratgan emas. Erlarni bir alaylik xususiyatdan xarakterlarini yaratdi. Ayollarning bir xususiyat xarakterini yaratdi. Ayollarga inson yetiştirish vazifasini atdi Allah subhanahu va taolo. Bu bek ulug' xizmat bu. Bundan cho'ng xizmat bormi? Yani dünyadaki en ulug' er sening o'quvching. Sening maktabingda o'qigan, mash ayolning maktabida o'qigan, sening diplomingni olgan. Şoňa hakykatan şu analarning şu faqatlam balalarga, farzandlarga tamoq etib beradigan, xuddi oshpazdek yoki uyni tozalab beradigan tozliqchidek o'ringa tushib, şoňa öy ayollari ko'pinchisi o'zining shu bilmasligidan öy ayollikni töven jamiyatdagi töven qapqaganlarning saviyasiga tushirib etib, sen amaliyotda cho'ng bir o'qituvchi bu yerda asli. Sen öy ayolliqi agarda sen o'zingning saviyasini yuksaltmasang, yaxshi o'qimasang, tarbiyani yaxshi balalarga yetkazmasang, o normalde tug'ib beradiganlar bir ana bo'lib qolib qolsang, jannat onalarning puti ostida degan hadisga tushunmaysan-ki bu yerda. Chunki biz islom dinida bola beqing demaydi, bola tarbiyalang deydi. O bakış nemadan bakıdı, bir hayvanın bir balasını bakmaya taşıdığını görmedi o. Bakıdı o, bakışıga maksat tarbiyalash. Bu bek çoğun ulug'vor xizmat hamda o. Xo'sh, endi İslamda ayollarning siyosiy huquqi bormi degan buni nechasi? Albatta bor. Ayollarning siyosiy huquq masalasiga kelsak, bu vaqtda hamda Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem innemen nisa şaqaiqur rical, ayollar erlerning bir parçası degan. Qur'oni Karimda bu evliya ba'dukum bi ba'd deb, yani ayollar bir-biriga egi chiqish kerak, egisi degan. Dini ulamolarimiz mu erler şeriatda nemiga buyurilgan bo'lsa, ayollarmi shuning buyurilgan. Erler nemiga cheklangan bo'lsa, ayollarmi shuning cheklangan degan. Endi İslamda bir shaxsning siyosiy huquqi, o'zining boshlig'ini saylash va saylanish, davlatningki siyosiy ishlarga aralashish. Masalan, bir er kishi bahramand bo'lgan barliq siyosiy huquqlardan ayollar bahramand bo'ladi. Masalan, davlatda har qanday bir huquqdan agar xalq tarafidan saylansa, huquq tutish. Hatta Abu Hanifa rahmatullohi alayh ayol kishi shu davlatning bosh qozisi, ya'ni sud mahkamasining bosh valisi bo'lsin bo'ladi degan. Demak, faqatlam ayol kishi xalifa bo'lsa, islom xilofat bo'lib qolsa, xalifa bo'lsa bo'lamdi, bo'lmamdi deganda ko'pincha ulamolar bo'lmaydi degan. Qolgan masalalarda ayol kishi bo'lsa bo'ladi deb. Shu qatorda davlatning raisiga nasihat qilish haqi bo'ldi. Yani sizlardan bir kishilar bo'lsinki, ular yaxshi ishga buyuruydi, yomon ishdan to'sadi deb. Bular kimlar desa, yani ayollar shu qatorda bor. Masalan, islom tarixiga qaraydigan bo'lsak, Peygamber Aleyhisselam ayollardan bay'at alatdi. Hozirgi saylan masalasi shu ayni. Yani bay'at degan siyosiy gap. Masalan, ayollar o'z vaqtida Peygamber sallallohu alayhi vasallam bilan birga jihadga chiqadi. Demak, bu jihad deganing siyosiy bir harakat. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sulhul Hudaybiyada Peygamber Aleyhisselam haramga boramiz deb ihrom bog'lab, sahobalarni ihrom bog'lab, hammasi haramga boramiz deb, keyin bu bir to'xtam bo'lib, bir yil haram kirmay yenib ketadigan bir ahvolda sahobalar kirmiz deb, hatto ihromni sanmay, qurbonlikni qilmay turib olgan. Peygamber Aleyhisselam buni bu to'xtamga qo'l qo'yib qo'ygan. Shu yerda bir xil bir isyon bo'lish ehtimoli bo'lgandek bir ahvol bo'lgan vaqtida Ummu Salama onamiz Peygamber Aleyhisselamga maslahat ko'rsatib, oldi bilan sen o'zing ihromdan chiqsang, sahobalar undan keyin chiqadi deb Peygamber Aleyhisselam shunda qilish orqali nihoyat zo'r bir cho'ng bir fitnadan saqlanib qolgan. Xuddi yani Peygamber Aleyhisselam shu davlatning raisi bo'lsa, Ummu Salama onamiz bir davlat raisininki maslahatchisining rolini o'ynagan. Masalan, Ayşe onamiz to'g vaqasida o'zi bir necha ming kishilik qo'shinga harbiy qo'mondon bo'lib
boshlab mangan. Demak, islom tarixiga qaraydigan bo'lsak, ayollar siyosiy faoliyatlarga qatnashgan, siyosiy harakatlarga qatnashgan va shu qatordimi Qur'oni Karim ayol deb siyosiy huquqda bir ayirmagan. Hem ayollarning bu islom tarixiga qaraydigan bo'lsak, siyosiy harakatlarda zo'r rol o'ynaganligini ko'ra olamiz. Hatto shu Uhud jangidami Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamni Umma Ammara onamiz o'zi ash xanjini yendan chiqarib kofirlardan qo'diganlik to'g'riliq. Aisha onamizning jihad maydonlarida yaralanganlarga og'izda suv akilib, hatto yaralagan davolab jihad maydonida yugurib yurganligini kitoblarda naql qilgan. Demak, Qur'oni Karimda ba'dukum min ba'd, yani erlar ayollardan, ayollar erlardan deb yani shariatda buni ayirib o'ltamagan. Shuning uchun ayollarimiz shariatning adab, axloq, qoida usullariga rioya qilgan asosda siyosiy huquqdan bahramand bo'ladi, saylaydi, saylandi, davlatning siyosiy aralashadi, davlatning organlarida huquq tutsa bo'ladi, parlament a'zolari bo'lsa bo'ladi va shu parlament a'zolarining davlatningki organlarga nazorat qiladigan ishlarni qilsa, demak bo'ladi. Bu shariatda ayollarning huquqi e'tirof qilindi. Shuning uchun buni bizningki musulmon ayollarning bilishi bo'libmi, Sharq Turkiston shu zulmdan qutulish uchun ayollarning siyosiy va ijtimoiy har xil rolini faqat sal qarashga bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni muvaffaq qilsin. Xayr bo'ldi olsa, programmamizning vaqtimiz mishada oxirlashib qoldi. Nəhayət yaxşı ekiblərə rəhmət, Allah razı olsun inşallah. Ayətki proqramımızı davamlaşdırırız. Qadirlik görürmələrimiz, şuna qılıb bugünkü proqramımız, 21-ci sanımız müşahidə axırlaşdı. İnşallah ayətki proqramımızda Allah ömür bəsi görüşkücə sizlərin Cənab-ı Allah'a tapşırımız. Esselamu aleykum və rahmetullahi teala və barakatuhu. İləl habibi təmilu ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل.